Sina gut ur Öztürkistan. 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 Sina gut namoyishchiligidagi so'ngchi jamoat, aziz qarindoshlarım, hammalarga ehtirom va salomlar. Men Peygamberimiz ama yurtimizda xalqimizga bo'lgan cheksiz ehtirom va sevgi va hammalarga salom deyman. Ondan yana yurtimizda Xitoy tajovuzchiligiga bo'lgan cheksiz nafratimiz bor. 70 yildan buyon xalqimizga solgan zulm, qonimizda jonimizda o'tiblik anamizning bizga zulm qilganlar mana ambasining ishida o'tiribdi, tomosha ko'rib, muzikasini chelib, la'natlab olsun. Allohning g'azabi bo'lsin. Xalqimizning nafratida bu zolim hamon bir kun zabalini topadi. Qisas el qisas bilan haq deb aytamiz, ham shunday qasam beramiz. Oxirgi tinimizgacha Uyg'ur qatorliq millatlar Xitoy zolimlarga nafratimizni odoqcha bildiramiz. 13 yil burun Urumchi qonli qirg'inchiligi yuz berdi. Xalqimizning milliy irodasini bildirgan yoshlarimiz, xonim qizlarimiz hatto quchoqdagi bolalar ko'chalarga to'kilib, zolimlarga bo'lgan nafratini ko'chalarda ifodaladi. Dunyoga yayilgan rasmlar buning isboti mana oldimizda turibdi, bolalarimiz oldida. We will never forget this July 2009. Biz unutmaymiz, unutildirmaymiz dunyoga. Bundan burun yana Baran qirg'inchiligi, G'ulji qirg'inchiligi, Shovgan qirg'inchiligi qatorliq nurg'un qirg'inchiliklar xalqimizning 500 yil o'tdi. Dunyo xabarsiz emas, xabardor. Biz unutmaymiz, unutildirmaymiz. Dunyo qo'zg'alishi kerak. Hozir Abdulla Karimchimiz aytgandek, dunyo yana uyg'onmasa, Xitoy dunyoga ofat bo'lib yayiladi. Endi bu yayilyapti. Koronavirus tufayli dunyoni natijali holatga keltirib qo'ydi. Nurg'un insonlar, dunyo urushida qurbon bo'lgan insonlar virus sababli vafot topdi. Dunyo Xitoydan hesabni obdan so'rashi kerak. Biz Uyg'urlar kiyimi hisob so'rashimiz kerak. Xitoyga bo'lgan nafratimizni biz shuar bilan ifodalaylik. Billa to'g'lasanlar, naydimi obdan bo'lgan bo'ladi. China faşist. China faşist. China faşist. China faşist. China terörist. China terörist. China terörist. China terörist. China terörist. China terörist. China dödare. China dödare. Xi Jinping dödare. Xi Jinping dödare. Xi Jinping dödare. Xi Jinping dödare. We will have freedom. 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 Assalamu rahmatullahi ve barakatuh. Aziz vatandaşlar, qadrli qarindoshlar, hammanglarga Allohning rahmati, salomi bo'lsin. Bizning ustimizda nihoyat og'ir bir vazifa, shunday majburiyat, mangulik bir da'vo bor. Bu da'voga ajdodimiz qanday mangan bo'lsa, biz va avlodlarimiz shunda davom qilgan vaqtlar bilan bu da'voning natijasini bu dunyoda ko'ramiz, bu dunyoda ko'ramisak, uning ajr mukofotini bu dunyoda ko'ramiz. Shuning uchun to'g'ri deb nishon qilgan bir to'g'ri aqidaga mujassamlangan bu da'voni dunyoning nerede bo'lsa davomlashtirishga hammamiz birlab qadamlashimiz bu bizning iymonli milliy majburiyatimiz. Shuning uchun dunyoning nerede bo'lsa vatandoshlarimiz imkonning yetishicha, iqtidorning yetishicha tirishadi. Tirishganlar her sahada, her tabiatida, her xil uslub, pozitsiyalar bilan tirishadi. Alloh shukr etsin. Mana shu qadam bu maydonda 12 yıl burun yığılganıda Urumchi qatlami bugun yil xotirlab turibmiz.
Ana shu maydonlarda o'zining erkinlik uchun, o'lik uchun, islomiy mustaqillik uchun, e'tiqodining erkin, hur, ozodi ilib berilishi uchun qurolsiz kurashgan mo'lg'an qarindoshlarimiz Xitoy zolimlari tarafidan qatl qilingan. Buni biz qadrlab turibmiz. Shehidlarning ruhlari shod bo'lsin, Alloh rahmat qilsin. Endi bularning qon qisosini, uning davosini qiladigan biz ve bizim kelajak avlodlarimiz. Bizning ajdodlarimiz bizga vatandan iborat nomi va girbidan iborat qonuniy pakti va shunday bir vatanni meros qoldirgan ekan, garchi zolimlar tortib olgan bo'lsa-mu, ammo vatanimiz bor deb shu umidda yashaymiz. Agar biz bu da'vodan susishib qolsak, bizning avlodlarimiz vatanning nima ekanligini bilmaydi, tugab ketadi. Shuning uchun bu da'voni qaysi usulda, qaysi uslubda, qaysi imkoniyati bo'lishiga qat'iy nazar davomlashtirish har birimizning majburiyati. Ana shuning uchun qarindoshlarımızga deydiğim shuki, hamma sahada, qayerda bir kurash qilayotganda bo'lsa, hammamiz qalbimiz birdek bo'lsin, biz bir-birimizni himoya qilaylik, bir-birimizni qo'llaylik, qo'zg'aylik. Bir oilada erning tushaysi qanday bo'lgan bo'lsa, vatan millat o'qib, ayolning bir shunday qilib kuchli bo'lgan avlodlar bizning izimizni besmaydi. Bizning izimizni besmaydi. Sog'lom ve cesaretlik avlodlar yetişmiş. Bunun için her yer kurash qilyapmiz. Bundan burundan cesaretli kurash qilayotgan qarindoshlarimiz Alloh razı olsun. Dehimi kuchli, dehimi qalbi yugurib qadamdan boshqani istiyorsun. Endi qarindoshlar birolarga biz bu yerda 15 yil bir yil yashaganmiz akrok bilan ma'lum sabablar tufayli boshqa o'tgandik. Bag'da yerimizda qarindoshlarga tafsili bir qancha ko'rishlar bo'ldi. Men shuni deymanki sizlarga, Angliyadagi 5 milyon musulmonlarning o'rtaq fikri Sharq Turkiston musulmonlarga endi biz degan bu o'zining irodasini bir nechta kunduz o'tirdi. Ana albatta shunday Avrupa'da bir Londonning o'zida 5 million ekan. Manchesterda 2 million musulmonlar chiqib faoliyat qildi. İnşallah 2 million ekan, yana Londonning o'zida yana 7 million, balki 10 million ekan musulmon kelish mumkin deb mo'ljallanadi. Hamma narsa hozir. Ana ashqardoshlarning hammasiga dunyodagi sharq bo'lsa musulmonlarga salomi bor. Ümitlerim olanlar. Demek bizni qo'llaydigan iman qarindoshlarimiz, e'tiqod qarindoshlarimiz, g'ururlik, vijdonlik, adolatli insonlar bizning yerimizda bizga ruhlik, jasorat bo'linglar degan ekan. Biz texmi jasorat qilishimiz kerak, jismi texmi ruhlik qilishimiz kerak. Qayerda bo'lmaydi bir-birimizni qo'llash, quvvatlash ideyasida vatandan iborat bu muqaddas merosni biz hamon qo'lga olamiz degan g'oyalarga yetishimiz kerak. Bizning o'zgarmas prinsiplarimiz var. Bu prinsiplar birincisi vatanimizning umumiy nom-u sharifini, ikkinchisi qonuniy va huquqqa ega bo'lgan davlat kelmamiz. Uchinchisi bizning mana bu go'zal vatandan turgan ayolsizlik bayrog'imiz. Va shundaqla bizning jo'grafiyalik o'rnimiz vatanimizning mustaqillikdan iborat mangu o'zgarmas, mangu yo'qolmas g'oyamiz. Bu g'oyasida qandoqli bo'lishga qat'iy nazar bu prinsipni o'zgarmay ma'nolganmiz, yoshlarga tavsiya qiladiganmiz, yoshlarni mush idealga yetishtiradiganmiz. Inshaalloh bizning vatanimizning albatta mustaqilligini ko'ramiz. Biz ko'ramizsak bizning avlodlarimiz ko'radi. Ya'ni ba'zi epjugan fikrlarni qarindoshlarimiz hammasi undaq qilmaydi deb o'ylaydi, qaramaymiz. Quruq paranglar bilan yoki o'tkazib qo'ygan ba'zi faoliyatlardan bu mushundoq bo'ladi. Mushumi bir qismi. Elib bergan inqilob yo'lida en yukarısı meydanlar uçup yürüyüş olsa, bunun karşısı yerdenleşiş, aksi. Hatta her dünyanın her kaç yerinde bizning düşmanımız var, vatanımızda müstehimlik kılıp var, zalimler karşı cesaret kaldı, ruhluk kaldı. Kalbine çıkan bir cesaret sözünü keskin halde değiştiğin yüzüme muşum bir faaliyetine bakıyor. Eğer bu sada bizi bulmayken evlatlarımızı sada çıkmaydı. Evlatlarımızı sada çıkmayı gelirse bizim nam-ı şerifimiz tükeşti başlaydı. Onun için her vakit ümitlerim olaydı, aldığımız olarak ilgileydi. Bundan ki kadınımız birlik asasında hakiki inkılap duyuluş kılınan gaylik, nişanlık bir faaliyetler olsun ki biz dünyada ek tüygen bazı hadiseler karşıda bizim özümüzden azlıkıdır veya ki imkanımızdan yokluğudur veya ki bizi kollaydıgan halkaradaki devletlerin azlığıdır meclisliğinden işler bulmasın. Onun için aşağıdaki karındaşlarımızdan bizge vergen her vakitteki teşebbüsü ve bizi ruhlandırışı dünya Müslümanları sahibinde
Her dünyasında, dünyanın siyasi sahnesinde durmaktan Angliyadan ibaret bu büyük devlet ki 5 milyon Müslümanlar sizlerin yeni oldu. Bizge alayda teselli ediyordu, ruhlandırıyordu. Ve ulanın salamını Barlık kardeşim diye düşünen bir de sizlerin ruhlu buluşundan tavsiye kılımen her vakitte Cenab-ı Allah bizge ruhi cesaret versin. Selamet kulağına. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar, dünyanın her yerde can fidarlık bilen namayişler paylaşılgan her septe Uyghur mevcutluğu ve hazırlık için dünyada özümüzün mevcutluğunu namaya bulduğu aziz vatandaşlar, yerindaşlar. Bugün biz kendileri düşünmüştük İhtimayı anlatısını aldılar. Özümüzdeki Ürümçi kırgınçılığını unutmaganlığımızı, dünyaya hem unutuldurmayganlığımızı, cesaretimizni, ruhimizni namayın kılış üçün Şvetsiyadaki Uyghur cemaati birlikte namayışga qatnaşıp muvaffaqiyetli ahırlaştırdık. Nurgun qatnaşçılar var, balalar, analar, aka-hadalar, aysınlar, hammalardan Allah razı olsun. Bu Ürümçi kırgınçılığı bolsun, Şavgan kırgınçılığı bolsun, Barın kırgınçılığı ve G'ulji kırgınçılığı. Tarihimizde bo'lgan cho'ngchi qirg'inchiliklar hargiz unutilmaydi. Xalqimiz bu azoblarni kuchga aylantirib Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan nafratini, qarshiligini oxir nafasgacha ifodalab mangladim. Biz shu munosabat bilan bu yerda namoyishni qildik va muvaffaqiyatli oxirlashtirdik. Jamoatga rahmat, tashkilotchilarga rahmat. Alloh ajrlar bersin. Ana yana bir xo'shalik bir xabarimiz bor. Shvetsiya jamoatidan bir grup futbol komandası teşkillengen. Birinci aydan ta hazırlıkçılık naydı obdan küçük meşq qilib Norvegiya Oslo şehrida o'tkazilgan xalqaro erkinlik logosini talashish musobaqasiga borgan edi. Bu qarindoshlarımızdan aqabdan xush xabarlar keldi. Bütün komandalarni yengib biz Uyghur xalqining o'chmas ruhini, egilmas botirligini namoyon qilib chempion bo'lib qaytib kelyotdi. Azimatlarimizga oliy ehtiromlar, salomlar bo'lsin. Xalqimizga umid, jasorat yor bo'lsin. Omonlik tilaymiz hammalarga. Rahmat. Bizning azimatlarga muborak bo'lsin deymiz. Rahmat.